Mana do'stlar, yangilik. Xitoy bari-birini hamma yoqda sindiryapti. Qaranglar, mana bunday burasini ko'tarilar ekan, burasini tushirar ekan. Xudo xolasa Xitoy do'stlar nima uchun Xitoy sindiryapti? Mana rossiyskiy do'stlar. Rossiyskiga nisbatan ham narxi ham arzon, ham tenti ham zo'r do'stlar. Tokni ham kamroq sotgan. Xudo xolasa qadrdonlar, sizlar uchun do'stlar, ya'ni tabaka stanoklarimiz, apparatlarimiz keldi, qozonlarimiz chugundan qilingan do'stlar. Bunisi 24 talik, 25 talik. Xudo xolasa bunisiga 6 ta sig'ar ekan. Endi jo'jaga qarab, balkim 8 ta ham sig'dirib olsa bo'ladi. Katta kichikligiga qarab turib. Narxlarni hozir batafsil aytib beraman. Podrobniy analiz qilib beraman. Xudo xolasa rossiyskiy, Xitoydagisi BUC ham bor. Avval buni obzorni qilib beraman, keyin rossiyskiga. Rossiyskiga nisbatan farq nima? Bunda do'stlar tent qo'yilgan, do'stlar Xitoydagida Xitoy bari aqlli tent qo'ygan. Misol uchun bunisi mana 6 taligi tent 6 kilovat rasxod qilsa startda, bunisi do'stlar 8 kilovat rasxod qilyapti. Ya'ni buni kilovati yo'q, chunki buniki spiral. Yomon tomoni rossiyskiyda bu endi birinchi pokoleniya, bu yomon emas, birinchi sundan chiqqan rossiyskiyda asosan do'stlar nima bo'lib qolgan? Ya'ni o'rtada bitta nima bo'ladi? Bunaqasiga spiral qo'yilganligi. Masalan, g'ishlarda, nimalarda spiral bo'ladi. Spiral kuyib qoladigan bo'lib qolsa, rossiyskiyni shu qiyin tomoni, lekin so'raganlarga ham bor. O'rtada bunday spiral ketgan. Kuyib qolsa, polniy tayda spiral almashtirish kerak. Xitoydagi do'stlar tentli bo'lar ekan, nobodi bitta tent, mashina o'zida 3 ta tent bo'lar ekan. Bitta tent kuyib qolsa, shunday bo'shatib turib, yoniga yangi tent qatirib bergan, yana ishlaver ekan. Xo'p, bunisi mana narxlari endi, narxlarni so'rasam $1300 dan boshlab do'stlar $2000 gacha ekan. Katta kichiligiga qozoq bo'lamiz. Bunisi rossiyskiysi. Endi qaysinisi aniq narx qaysiligini buni ekranda raqam turibdi, shunga aloqa chiqasizlar. Boshqaruvi xuddi o'sha bir xil, yog'ini to'kkani, ko'targani, spiralda nimasi bor? Ana plus tomoni bor. 300 gradusga temperaturani qo'yib qo'ysangiz, yana bitta narsa ko'p odam mana bunisi 6 kilovat, bunisi 12 kilovat. 12 kilovat 1 soatda rasxod qiladi o'ylashirgan yo'q. Bu faqat chugun bo'lganligi uchun, qalinligini o'zidan ko'ryapsizlar, og'ir bo'lganligi uchun boshida qozon qizib olguncha o'shancha rasxod qiladi. Misol uchun yarim soatmi, 1 soatmi, 1 soat davomida mana 12 kilovat rasxod qiladi. Qizib olgan. Bu qozon qizib olgandan keyin chugun isib olgan. Ko'chada bo'lmasa, xonadonda bo'ladigan bo'lsa, qozon qizigandan keyin termostat qo'yib bergansiz, 200 gradusni 200 gradusga qiziydi, bo'ldi, tent o'chadi. Undan keyin o'sha sekin gradusdan 150 ga 100 ga tushgandan keyin yana ishlashni boshlaydi. Shuni hisobiga boshida jicha rasxod ko'p bo'ladi, undan keyin rasxod kamayishni boshlaydi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Tabaka sexlarga qanday qilib tabaka pishirish, endi tabaka pishirish sirlari alohida kerak bo'lsa, buni balkim aloqaga chiqsalaring, bizni kuyov bolamiz bor edi. Sho'ri bola qani bizga? Kuyov bola retseptni o'rgatarmiz so'rasalaring, Jahongirga kuyov bola bor. Tabakan retseptini, xizmatini bersinlar, o'rgatib qo'ysa bo'laveradi. Menimcha o'rgataveradi. Puli ham yo'q. Chunki o'rganaman degan odam любой joyda o'rganadi. Videomiz foydali bo'layotgan bo'lsa, iltimos do'stlar like qo'yib, kommentga yana qanaqa оборудованияni obzorini ko'rmoqchisizlar, shuni yozib qo'yinglar. Seximiz katta ko'rasizlar, shashlik tutatmaydigan apparatimiz bor. Umuman shashlik deb mana ko'rata endi qo'yasiz, shashlikdan tutun chiqmaydi. Chiqqan tutunni shunday so'rol oddiy havo qilib chiqarib beradi. Shunisi bor do'stlar. Pastda qassobxona, kalbasaxona, oshxona, restoran, kafe, xolodilniklar bor. So'raganlarga mana nima? Moyka apparatlar uchun mana pilisoslar, 2 xil 3 xil pilisoslar bor. Makmak apparatlar bor, belash apparatlar bor. Qaysilari qisman o'zimiz ishlab chiqaradi, qaysilari qisman detalari Xitoydan keladi. Bular Xitoydagi do'stlar. Bu Xitoydagi. Endi mana rossiyskisi bor do'stlar. Rossiyskisi o'sha eski rossiyskidan bitta yangi bor, bitta eskisi bor. Eski emas, BU degan, ya'ni ishlatilgan. Yangisini narxini ham o'sha aloqaga chiqsalaring aytib berishadi, faqat bitta o'sha tushunasizlar, bu spirallik. Tent emas, nariginda tent. Bunisi mana o'sha ishlatilgan, to'g'risi do'stlar, qancha muddat ishlatilgan emas, lekin narxini kelishadigan bo'lsa berib yuboramiz. Sotilib ketmagan bo'lsa, bor. Sotilib ketgan bo'lsa, rozi bo'libsiz, chunki bir dona xolos. Men yangisini olmoqchiman, ishkalashtirmagan, barakaligini degan bo'lsa, tavsiya beramiz. Rossiyadan ham ko'ra, Rossiya mana buni ham olib kelib qo'yganmiz, yo'q bas. Xitoydagi to'proq to'g'risi. Xitoydagi ham ekonomishniy, ham ishlashi oson, ham pishirishi ham oson. Aloqaga chiqaverasizlar, ekran nomeri bor. Qaysinisi necha pulligini bugungi narxini aytsalaring, xudo xolasa, Telegramdan yozsalaring, rasm bilan tashlab berishadi. Sog' bo'linglar. Yana bitta narsa, kimdir propanga moslasa bo'ladimi desiz. Propanga moslasangiz bo'ladi.
Ha, aytib qo'yish esimdan chiqib qolibdi. 220 ga ishlamaydi bular do'stlar. Hammasi 380. Обязательно bitta avtomat qo'yasizlar, avtomat orqali ulasizlar mana. 380 ga ishlaydi. Propanga moslasa bo'ladimi degan akalarimizga, ha bo'ladi. O'zimizning ustalar bor. Aloqaga chiqsang, faqat uni xizmatini berasizlar. Alohida xizmatini bersalar, ustalar propanga moslab berishar ekan. Endi nech pul ketadi, unisini bilmaymiz do'stlar. Biz faqat shu elektriskiy sotamiz. Sog' bo'linglar.